To'g'risini aytsam, u Gadoyevachani qo'shmaganimiz ma'qul. Marraz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'stim, Yaxshimisan? Tuzimisiz? O'tirchi. Maslahatli gap bor edi. Qanaqa maslahatli ishlar bor edi? Xullas, yaxshi niyatda biznes boshlayapman. Shunga sen bilan Jalolni sherik qilmoqchiman. Lekin Jalol haqida ozgina ikkilanibman. Chunki oxirgi paytlarda qing'ir yo'lga o'tib ketibdi. Birovlarning haqqini yeb, hatto o'g'irlik qilganini ham eshitdim. Shunga seni fikringni bilmoqchi edim. Nima deb o'ylaysan? Jalolni qo'shsam bo'ladimi yo adashyapmanmi? Sen adashyapsan. Senga noto'g'ri yetkazishibdi. Bu bilan birga ishlaganmiz. Juda vijdonli, mehnatkash bola. Lekin ko'pchilikda kamchilik bo'ladi. Unga ishonsang bo'ladi. Biznesingni yuritmoqchi bo'lsang, Jalolxon eng ishonchlisi. Mening fikrim shu. Bo'ldi, tushundim. Rahmat do'st. Endi menga ruxsat, ozgina zarur ishlarim bor edi. Mayli. Mayli. Mumkinmi do'stim? Kel og'ayni. Yaxshimisan? O'tirchi, maslahatli ish bor edi. Shu desang, biznes boshlab qo'ydim. Biznesga sen bilan Yosnalni sherik qilmoqchiman. Shunga seni maslahatingni olmoqchi edim. Nima deysan? To'g'risini aytsam, u bolani qo'shmaganimiz ma'qul. Nimagaki hech ishi yurishmaydigan bo'ladi. Uni qo'shsak, bizni ham ishimiz o'xshamaydi. Shunga u bizga kerak emas deb o'yladim. To'g'risini aytsam, u Gadoyevachani qo'shmaganimiz ma'qul. Marraz. Men qisi ham biz do'stimiz. Yosnali ertadan ofisda mana ishni boshlash kerak.